Assalomu alaykum aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamiz va navesimizda Namangan viloyati Mingbuloq tumaniga olib kelib ustanovka qilib berdik. Juda chiroyli chiqdi. Navesimiz ham ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz Samarqand hosilidagi darvozamiz 1 kvadrat metr 1.300.000 so'mdan, navesimizda 600.000 so'mdan olib kelib ustanovka qilib berdik. Darvozamiz 4 metrga 3,5 metr razmerga bo'ldi. Nalichkalari bilan navesimiz 4 metr 4.30 ga, navesimiz 4.30 ga 2.10 razmerga bo'ldi. Oldiga chiqishi 2.10 bo'ldi. Darvozamiz 30 kvadrat metri 18,5 million so'mga olib kelib ustanovka qilindi. Navesimiz 5 million so'mga qo'yildi. Ofis summasi 23 million so'mga naves va darvoza ustanovka bo'ldi. Darvozamiz materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, stoykalari 10 ga 5 shvilder bo'ldi. Ichidagi profillari 6 ga 4 1,5lik stenada. Ichidagi listlari 2lik listda bo'ldi. Zamurlarni qo'yamiz. 1 kvadrat metr 1.300.000 so'mdan olib kelib ustanovka qilindi. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvoza naves xizmatlari kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalar mavjud. Hamda kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring, Xudo xohlasa keyingi videolarimizni ham bemalol ko'rib tomosha qilishlaringiz mumkin. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Doim aloqadamiz, Xudo xohlasa. Doim xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.